Men sizni hozir Furalar qabristoni bilan tanishtiraman. Uyimda nafaqat Furalar qabristoni, balki furangiz uchun travmatologiya hamda reanimatsiya bo'limlari ham bor. Siz uyimga furangizni minib kelasiz, ishingiz 100% emas, 1000% bittada bitadi. Masalan, bu boksimizda siz furangizga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlarini yasatib olishingiz mumkin. Yana bir korpusimizda siz furalaringiz uchun Xitoydagi maxsus furalardan so'yib olib kelingan organlarni topib olishingiz mumkin. Masalan, qanday organlar bor desangiz, bizda svejiy motor, qo'shimcha ehtiyot qismlar, kuzovlar, korobka perdachilar va zadniy mostlar bor. Eng qizig'i biz o'zimizni O'zbekistondagi eng katta furalar qabristoni desak ham adashmagan bo'lamiz. Va kattaligimizga qaramasdan narx masalasida sizga ancha-muncha qulay sharoitlarni ham yaratib beramiz. Asosiysi har bir detallarimiz uchun yozma ravishda kafolat ham beramiz. Biz uchun mijozlarimiz ishonchi birinchi o'rinda turadi. Chunki uyum aniq va ishonchli. Qabristonga qiziqqan bo'lsangiz, furalarimizning bosh shifokoriga bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.